Kunlarda Washingtonda katta bir yangi muzey o'z eshigini ochdi. Afroamerikaliklar haqida, qora tanlilar madaniyati va tarixiga nazar tashlaydi. Amerika qanday jamiyat ekani haqida hikoya qiladi. 4 asrni o'z ichiga oladi. Washingtondagi Smithson instituti qora tanli amerikaliklarning 400 yillik tarixini aks ettiruvchi eksponatlarni bir joyga to'pladi. yillarda tenglik uchun kurashgan faol eginidagi nimcha bugun noyob eksponat. Tarix va madaniyatni aks ettiruvchi buyumlar oddiy odamlarning omborxonalari, yerto'la va shkaflarda yotibdi deb taxmin qilgan edik. Hammasi to'g'ri chiqdi. Afroamerikaliklar boshdan kechirgan og'ir damlardan tortib, ular erishgan yutuqlar, quvonchli damlar, san'at va madaniyat namunalari hammasi bugun ko'rgazmada, deydi muzey xodimi Michelle Gates. Muzey qora tanlilar bu yerga qanday kelib qolgani va ularning bugungi hayotini namoyish etadi. Muzeyda Harriet Tubmanga taalluqli 40 eksponat bor. 19-asr o'rtalarida bu ayol mamlakat shimolidagi yerosti temir yo'li nomi bilan tanilgan maxfiy yo'nalish orqali qullarga erkinlikka chiqishda yordam bergan. Eksponat orasida masalan Tubman o'ragan ro'molni ko'rasiz. Angliya qirolichasi Viktoriya Tubmanni o'z yubileyiga taklif etgan, biroq rad javobini olgan. Shunda qirolicha Tubman xizmatiga hurmat tariqasida unga o'z ro'molini hadya etgan. Qullarning kishanlari. Muzeyda tarixning hatto eng dahshatli sahifalari ham o'z aksini topadi. Haqiqiy tarixni ko'rsatamiz deb umid qilamiz. O'tmish bir tarafdan odamlarga yoqmasligi mumkin, boshqa tarafdan u Amerikani to'g'ri yo'lga boshlagan, kamolot sari yetaklagan. Yosh avlod iztirob va yutuq, kurash va fidokorlik haqida o'rganganida, deydi prezident Barack Obama. Bizning umumiy tariximizning eng muhim, asosiy qismini ham unutmasin. Afroamerikaliklar kino va musiqa san'atiga ulkan hissa qo'shib keladi. Qora tanlilar uchun san'at erkinlikka yo'l ochib bergan, deydi tarixchi Don Rees. Qora tanlilar uchun san'at, shou biznes va sport kambag'allikdan chiqish va o'zini tanitish uchun cheksiz imkoniyatlar ochib bergan. Bu bizning umumiy tariximiz. Irqidan qat'iy nazar har bir odamga qora tanli amerikaliklar boshidan kechirgan narsalar ta'sir qilmay qolmaydi. Tenglik kuychisi Martin Luther aytganidek, Amerika buyukligi haq-huquqda. Muzeyga kelganlar tarix, tenglik, adolat va haqiqat uchun kurashdan iborat ekanini anglaydi. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.